Buva, mana shuncha yoshga kirdingiz. Ha. Yoshlarga nima maslahat berasiz? Yoshlar tinmay mehnat qilish kerak. Boy bo'lish uchun 5 ta 6 ta hunarlarni bilish kerak. Sartaroshlikni bilish kerak, yerga ishlov berishni bilish kerak. Bitta narsa bilan odam boy bo'lmaydi. Eskida Qur'oni Karim kitobida aytganki, bir yigitga 40 hunar kamlik qilar deydi. Men shundan mana 4 ta 5 tasini aytyapman. Ana bunday ishlarni ham bilish kerak. İnson pul bilan obro' qozonmaydi, mehnat bilan obro' qozonadi. Alloh taolo o'zi Qur'oni Karim kitobiga yozgan. Haqiqatdan insonni deydi, mehnat va mashaqqat uchun yaratdim deydi. Balad surasini terdi 2-oyatida. Xalqqa ayting deydi, men aslo o'lganim yo'q. Yo quliga sira taslim bo'lganim yo'q. Men xalqimni yuragida yashayman. El deganni tilagida yashayman degan. Qarang, ana bu gaplarga 100 yil bo'lyapti. Mana biza yoshlarga shuncha imkoniyat berilyapti. Shularga qaramay harakat qilyapmiz. Mana shu bizlar kuzatuvchilarga ham bir duo qilib qo'ying bir. Ha, ya tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. O'zbekiston bundan ham baquvvat, kuchli mamlakat bo'lsin. Yoshlar ham hunarli, bilimli bo'lsin, sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, xayr barakali bo'lsin. Alloh